issiqligi zo'rligini umuman nafas olmay qoladi, dim bo'lib kelib qoladi. Assalomu alaykum. Sultonobodga gaz yo'q xonadonga kelgandim, ya'ni tabiiy gaz yo'q. Bizdan kachalar olib ketganda gaz yo'q deganda, tabiiy gaz propanda yoqaman deganda, mana propan yonib turibdi. Mana o'zimizni xuba kacholimizdan qo'yilgan. Galga mana shu yonishi, mana shuncha gazda sirasi 45 gradus yonib turibdi. Tabiiy gazda Sunnat aka xonadoniga kelgandik. Assalomu alaykum. Sunnat aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Aka, bizda katyollar qanday aka? Rasxod qancha bo'lyapti? Necha xona, necha kvadrat aka? O'zingiz ma'lumot bering. Katyollar yaxshi, a'lo darajada gap yo'q. Men o'qiganimdan, o'ylaganimdan ham yaxshi chiqdi. Men rasxodi ko'proq bo'lsa deb o'ylagandim. Olib kelib tavakkalda qo'yib ko'rdik. Hozir mana shu turgan joyimizda 4 ta xonaga qilingan 70 kvadrat ob'yomimiz. Mana radiatorlarni ko'rishingiz mumkin. Bitta radiator yerga qo'yganmiz. Mana bu yerga ko'p radiator qo'yamiz, olib tashlab juda ham isib ketyapti. 40 ga qo'ysak ham xona isib ketyapti. Mana bu yerda keyin bitta xonamiz bor. Mana bu yerda Bitta xona. 4-xonamiz u tarafda, endi bu tarafda. Issiqligi zo'rligini, umuman nafas olmay qoladi, dim bo'lib kelib qoladi. Hozir men sizlar oldingizga chiqish uchun kiyib chiqdim, o'zbekchada bemalol yurasizda. Shu gaz rasxodiga keladigan bo'lsak, buni bir oyga sovuqroq bo'lsa 1 million shu atrofda, bo'lsa 800 ming, 900 ming shu atrofda rasxod. Kunlikka hisoblab ko'rdik, 30 ming, 25, 33 minggacha sovuqlikka qarab. Zo'r qattiq sovuq bo'lsa, shu ketsa 35 minglik ketadi, oyga 1 million bo'ladi gaz. Mana shu balonga 120 ta 120 minglik gaz olib kelaman, shu 5 kun, 4 kun yo'la o'chirmayman, kunduzi ham buni. Shu 40 gradusda turadi. Shu o'zimizni xo'bakachi. Agar 50 ga qo'ysak juda ham nafas olmay qoladi. 50 ga qo'yganimdagi rasxod bor, men 40 ga qo'yganimdagi rasxodda aytmadim, balki ham kamroq bo'lishi mumkin. Aka, xalqimizga tavsiya berasizmi propan gazni? Ikki marta tavsiya beraman. Endi faqat bizda bitta imkoniyat bo'lmay, balon hozircha ichkarida. Bu yil alohida katyolxona olib chiqaramiz. Katyolxona qilingandan keyin bemalol qo'ysa mutlaqo xavfsiz, mutlaqo zo'r narsa. Faqat bitta shu mana sevit o'chishi ham ko'p o'chadi bizda, shuni hisobiga invertor qo'yganmiz mana. Avtomatik o'zi bu zaryad beradi. Sevit yonsa tukdan foydalanadi, sevit o'chsa akkumulyatordan. 20 soat ishlab beradi. Aka, salomat bo'ling. Gap yo'q aka, yaxshi kunlarga ishlating. Propanda yonyapti. O'zimizda xo'bakachol, yonishlari kamgina gazda yonyapti. 45 gradusda. Qisqasi mana shu tak bitta xona 2, 3, 4 ta xonaga ko'rsataman hozir. Tag'a yaxshimisiz? Mana Botir aka, tag'am asib ketyapti bitta futbolkada. O'siq juda ham deyapti. Короче, bitta, mana bu 2 ta, mana bu yerda ham bor. 2, mana bu 3 ta, 4 ta, bu xona bilan 5 ta. Qisqasi mana propan gazda ham normal rasxod где-то 30 ming, maksimal 33 minggacha bo'lyapti deyapti. 25 ming minimalni. Shunaqa kacho'lda kerak bo'lsa bizga aloqa chiqib qolasizlar.